Qadrli obunachilar, mana shunaqa balonlar haqida ma'lumot beraman. Bu ma'lumot o'ylaymanki, juda ham ko'p odamlarga, juda ham ko'p insonlarga foydasi tegadi. Ancha odam bu balondan, bu videodan foydalanib qoladi degan umiddaman. Balonni olayotgan paytda bu balon sezonka bo'ladi. Sezonka degani qish, yoz, kuz, yomg'irli havo, erta bahor tanlamaydigan bo'ladi. O'zi aslida bu balonimizda 4 ta emblema bo'ladi. Yomg'iri emblemasi, qoriki, quyoshki, kuzniki bo'ladi. O'shaning uchun sezonka deb olinadi bu balon. Sezonka deb olinishi hisobiga odamlar o'ylashadiki, yuraveradi. Ayniqsa bizda O'zbekistonda olib bo'lgandan keyin bu bizadagi iyul oyidagi issiqni hisob-kitobini olishmaydi-da. O'sha yuziga qo'yilgan emblemasiga qarab 4 ta faslga ekan-ku deb haydab yurishaveradi. Bu umuman noto'g'riligini, misol uchun o'zligi mana yechmagan odamlar bu yil mana shu videoni ko'rib qolsa, o'zligi xulosa qilib olishadi. Bu videoni qo'yishdan oldin maqsad shu balonni misol uchun vaqtida almashtirish, vaqtida pergitka qilish, bizani suvlarga 45-50 gradus suvlarga именно shu balon yaramasligini, bizani shu balonlar yura olmasligini ko'rsatib berish maqsadida oldim. Bitta klientimiz keldi. Kelgandan keyin issiq edi, 3-4 kun bo'ldi, yomg'ir yog'masdan oldin balon уже yilishni boshlagan, o'zishni boshlagan, chunki isib ketdi, asfaltlar qizidi, уже yer isidi. Keyin "Aka, bu balonni yechib qo'ymaysizmi? Isib ketdi-ku, yil ketadi" desam, "Aka, bu balon sezonka 4 ta faslga olingan" deb aytib qoldi klient. Keyin men shunday aytdim, "Aka, bu именно mana shu balon, mana shu sortdagi balonlar, bu o'sha mashinadagi balonlar sezonka deb etilgan mana. Zavod bitta O'zbekiston uchun chiqarmagan bu balonni. Misol uchun O'zbekiston uchun chiqarilganda O'zbekistonning issig'ini hisobga olib chiqarardi. Misol uchun O'zbekistondagi issiq yana qancha davlatda bo'lishini men bilmayman, lekin Rossiyada bunaqa issiq yo'q. Yana boshqa bir davlatlarda bunaqa issiq yo'q menimcha. Ko'p joyda bunaqa issiq bo'lmaydi. O'shani hisobiga balon birinchi sababi ichidan yorilib ketadi. Imina mana shu balonni va videosini qo'yganman. Ichidan yorilib ketishini ko'rsatganman, yorilib ketgan joylarigacha. Bu balon issiqqa chidamasligi uchun, issiqda yura olmasligi uchun qurib yorilib ketgan. Keyin shunaqa balon taqqan odamlar o'shaning uchun bu balonni olgandan keyin misol sotayotgan odam ham etmasligi mumkin. Misol uchun har xil odam bor, "Yo, bu sezonka bo'lgan mana bizani issiqlarga chidamaydi, aka, yechib qo'ying yoki boshqa taqib qo'ying" demaydi-da. O'shani hisobiga odamlar sezonka 4 ta faslga men balon oldim deb o'sha balonda yurishaveradi. Aka, vaholanki ko'p odam biladi, ayniqsa taksida yuradigan akalarimiz, yozda даже o'zimiz Perigon Continental balonlar zo'rg'a chidaydi. Chunki buni nima deydi, almashtirib yuradigan odamlar yaxshi biladi. Yozda Continental balonlar zo'rg'a chidashini yaxshi bilishadi. O'shaning uchun men bu videoni qo'yayotgan sababi, iloji bo'lsa balonni yechib olib qo'yinglar. Iyul oylarida baloninglardan asar ham qolmaydi. Agar shunaqa balon bo'lsa, endi Rossiyada yursanglar yoki boshqa davlatlarda yursanglar, salqinroq davlatlarda yuradigan bo'lsanglar, keyin u boshqa gap yurardi. Lekin bizani O'zbekistondagi issiqda asfaltlar qizigan paytda bu balon bilan kuzga, keyingi qishga yetib borishinglar juda ham qiyin. O'shaning uchun bir yilda 2 marta balon olishinglarga to'g'ri keladi. Misol uchun dekabr oyi balon taqsanglar, keyingi yil yana dekabr oyi balon taqishga majbur bo'lasizlar. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Shunaqa balon olib 4 ta faslga ishlataman degan tanishlar bo'lsa, videoni tashlab qo'ysanglar, xudo xolisa bu videodan keyin akkuratni уже mana vaqti keldi. Akkuratni yechib olib qo'yib,
boshqa eskiroq balon yoki o'sha Perigon balonlar ham xizmat qilib beradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Video yoqsa like bosib qo'yinglar.